Assalomu alaykum hurmatli aziz o'zimizni qadrdonlar, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lganlar, ota-onasini umra ziyoratiga olib boraman deb yaxshi niyat qilib qo'yganlarga do'stlar, Centrum Holiday'sga, ya'ni litsenziyalangan umra ziyoratiga yetib kelganmiz. Xudo xohlasa do'stlar, videomizni oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsalaring, hozir mana oktyabr oyi tugamoqda hamda noyabr oylari boshlanmoqda. Noyabr oyidagi umra ziyoratlarining narx-navolari, shart-sharoitlarini, to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Albatta do'stlar, biz bekorga bu firmani reklama qilmayapmiz, chunki do'stlar bu emailni do'stlar shu 14 ta firmadan bittasi, ya'ni litsenziyaga ega bo'lgan bo'ladi. Do'stlar, to'lovlar bank orqali o'zlarining xususiy shotlariga dogovor asosida to'lov qilinadi, 100% ishonchli bo'ladi. Undan tashqari firma tomonidan sizga juda ko'p narsalar beriladi. Hatto samolyotda qiynalmasdan ketishingiz uchun xuddi mana shunaqa bolishchalarigacha do'stlar qilib berishyapti ekan. Xo'p do'stlar, videoni uzoq kuttiramiz. Ulug'bek akam bilan videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum Ulug'bek aka, yaxshimisiz? Assalom, yaxshi rahmat. Ulug'bek aka, hozirgi kunda Centrum Holiday'sdan noyabr oyida umra ziyoratiga hoji ona, hoji otalar ketadigan bo'lsa, shart-sharoitlari qanaqa bo'lyapti aka? Narx-navolarni aytib bersangiz zo'r bo'ladi. Xo'p, noyabr oyiga shart-sharoitlari, birinchi reyslarimizni aytgan bo'lsak, reyslarimiz 6 viloyatdan, Farg'onadan, Andijondan, Namangan, Toshkent, Samarqand, Termiz shaharlaridan premium reyslar bordi-keldi biletlari bilan olib ishlaymiz, xudo xolasa. Xo'p, shart-sharoitlarimiz Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz o'rinadi, Makka Mukarramada 11 kecha o'rinadi. Madina Munavvara, Makka Mukarrama bo'ylab 11 dan oshiq ziyoratlarimiz bor. Qo'shimcha bonus sifatida firmamiz tomonidan Qizil dengiz sayohati, Sulaymon Rojiyev masjidlarida kechki ovqatlari, Madina Munavvarada xurmo bog'ida oshlar qilib beramiz. Bular ya'ni bonus sifatida qo'shib beradi firmamiz tomonidan. Gastitsani uzoqliklari qanaqa? Gastitsamiz uzoqliklari Madina Munavvarada 200-300 metrda bo'ladi, markazga joylashgan, Baqiy qabriston oldida Andalus mehmonxonasi bo'ladi. Makka Mukarramada 1,5-2 kilometr joylashgan Rozgarden mehmonxonasi bo'ladi. Taomlarchi aka? Taomlari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Milliy taomlar bo'ladi. Endi baribir do'stlar, ibodatga quvvat kerak. Bilasizlar, o'zimiz xudo xohlasa o'zbekona ovqatlarda kaloriyasi baland, o'zimizning o'zbek powerlar borib xizmat ko'rsatadi. Xo'p aka, endi aqa ketgandan keyin xudo xohlasa firma tomonidan sizlardan bejik beriladi. Shu oldimizda ko'rgan narsalar. Oldimizda ko'rib turgan narsamiz, firmasida lagaytib tushirgan kamzali, sumkasi, bejigi, keyin yana yengillik bo'lish hisobiga yostiqchasi beriladi, boshida aytib o'tganingizdek. Keyin yana firmamiz tomonidan qaytib kelishlariga 5 litr zamzam suvi sovg'a qilinadi. 5 litrlik zamzam suv ham sovg'a qiladi. Albatta sertifikat ham turibdi ekan. Ha, bu ota-onamizni tabriklagani, ko'pchilik musofirda yurganlar, tabriklab beradiganlarga ham tabriklarimizda bu bonus sifatida qo'shib berganmiz. Bemalol aytsa, uylariga borib ota-onani tabriklab beramiz. Zo'r. Hozir xudo xolasa paketimiz 14 kunlik bo'ladi. Paketimiz 14 kunlik bo'ladi. Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz, Makka Mukarramada 11 kecha bo'ladi. 11 kecha bo'ladi. Bonuslar do'stlar eshitganlaringdek bor. 50 yoshlar qanaqa insonlarga, chunki yo'l boshchi agar bir nima desa bo'ladi, malakali, bir ko'nikmaga ega bo'lgan, haqiqatda ko'pchilikning orqasidan ergashtiradigan, ko'p yillik tajribaga ega bo'ladigan bo'lsa, nima desa bo'ladi, hali mukammal bo'ladi-da. Shunga qaraganda 50 boshlarimiz malakali, diniy qo'mitadan ajratilgan, kamida 2 yildan 5 yilgacha tajribasiga ega bor, malakali 50 boshlar bo'ladi. Billa borib, billa kelishadi har bitta reisimizda. O'zlari billa borib, billa borib, billa kelishadi. Umra ibodatlarini qildirib qo'yishadi. Umra ibodatlarini qildirishadi. Shart-sharoitchi akam, yosh kattalarga aravacha, doktor xizmati. Xo'p, yosh kattalarga aravacha xizmatlarimiz tashkillashtirib qo'yilgan, doktor xizmatlarimiz ham bor. Erta Madina Munavvarada ham, Makka Mukarramada ham hamshiralarimiz 24 soat birinchi yordam ko'rsatishadi. Keyin yana aravachalar aytganda aravachalarimiz bor, lekin postoyanniy aravachada yuradiganlar o'zlari aravachani olishsa qiynalishmaydi. Nimaga ochirib kutib olib, erta haramga borgani, aravacha kutgani vaqtlariga nolmaydi. Avtobus ham har 5 minutda qatnaydi. Har 5 minutda avtobuslar qatnab turadi. Zo'r. Bitta oiladan 5-6 kishi ketadigan bo'lsa bonus bor. Ha, bonuslar bor. 5-6 kishi oilaviy ketayotganlarga chiroyli chegirmada bonuslar qilib beramiz. Keyin ana yosh bolalarliklar qanaqa bo'ladi aka to'lovi? Xo'p, to'lovlarga olmasak, to'lovlarimiz $1050 dan standart paketlarimiz bo'ladi. 1 yoshdan 2 yoshgacha bo'lgan yosh bolalarniki faqat vizasining puli bo'ladi. 2 yoshdan 5 yoshgacha bo'lganlarga bilet vizasining puli bo'ladi. 5 yoshdan yuqorilarga $1050 bo'ladi, yosh kattalar bir xil bo'ladi. Zo'r. Do'stlar, undan tashqari joyda qanaqa qilib brend qilaman deydiganlarga do'stlar, hozir manzilni ham aytib o'tib ketamiz. Biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri temir vokzalining yonidagi do'stlar Centrum Holiday'da glavniy ofisida o'tiribmiz. Ya'ni do'stlar, glavniy ofisdan glavniy narxlarni yoritib beryapmiz sizga, xudo xohlasa.
Pastki nomerda WhatsApp, Telegramlar Pastki bor. nomerda WhatsApp, Telegramlari bor. Joylar qanday qilamiz, bron qilamiz deganlarga telefon qo'yishsa, batafsil yana to'liqroq ma'lumot beradi. Kamchilik bo'lgan bo'lsa to'ldirib ketishadi. Ofisda so'rasa, ofis lokatsiyalarini ham tashlab berishadi. Kelib ofisdan shartnoma tuzib, shartnoma bo'yicha to'lovlarni to'lab, cheklarni olib ketishlari mumkin. Yo, uzoqroq joyda biz, yoki Rossiyada biz ota-onamga olmoqchimiz, to'lovni qanday o'tkazamiz deysa, bank orqali, shot orqali o'tkazishlari mumkin. Shot o'tkazishganda ham Centrum Holdesdan umra ziyoratiga ketayotgan uchun chek chiqarib beradi bankdan. Zo'r. Xudo xohlasa do'stlar, hamma narsa dokumentarli, qonuniy, undan tashqari dokumentga ega bo'lgan firmadan ota-onangiz 6 ta viloyatdan primoy reysda biletlari ham bordi, keldi olinadi do'stlar. Qo'shib beradigan narsalarni ham aytib o'tdik. Hatto samolyotda qiynalmasligi uchun xuddi shunaqa bo'yinga taqiydigan, qo'yib uxlab ketgani do'stlar bolishlarigacha bonus qilib qo'yib qo'yishgan. Pastki nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Videoda shu joygacha kuzatgan bo'lsalaring do'stlar, o'z izohingizni kommentariyaga qoldiring. Biz ham sizga yangi ma'lumotlarni ulashib boramiz. Podpisatsiya bo'lib tursangiz, inshaalloh kunda kunora umra narxlari, shart-sharoitlarini akamiz bilan tanishtirib boramiz. To'liq ma'lumot beradigan umidamiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling.